هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kasas tefsiri 52. ayetten başlayıp okuyayız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kasas suresi 52. ayetten başlayıp okuyayız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Qur'andan ilgari biz kitap, yani İncil, Tevrat nazil qilganlar, yani Nasara ve Yahudilarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Rabbimiz tarafidan nazil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan sabr taqati uchun ularga qo'sh savob berildi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dab'i qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun, sizlarga omonlik bo'lsin, biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Ahli kitobdan mu'min bo'lganlar to'g'risida Allah ahli kitobdan avliya ulamolarning Qur'onga iymon etadiganligini xabar qildi. Allah bu haqda mundaq deydi: biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarida ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Rabbimiz pakdir, Rabbimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deydi. Biz Nasaralar degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida ulamolar, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir. Ular payg'ambarga nozil qilingan Qur'onni anglagan chaqlarida haqiqatan toniganliklaridan, ularning ko'zlaridan yosh quyilganligini ko'rsan. Ular aytadi: Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni payg'ambaringni, kitobingni e'tirof qilguvchilar qatoridan qilgin. Said ibn Jubayr mundaq dedi. Bu ayet Necashi avatgan 70 Nasara ulamoları haqqida nozil bo'ldi. Ular Payg'ambar alayhisalomning yeniga kelgan chaqda Payg'ambar alayhisalom ularga Sura Yasinni 5dan oxirigacha o'qib berdi. Ular uni yig'lab turib angladi va islomga kirdi. Ular haqqida yana bu ayet nozil bo'ldi. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Yahudi va Nasaralarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Rabbimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari biz musulmon edik.
Allah Ta'alani bir ve bar deb e'tiqod qilatdik. Allah Ta'alaga ixlos bilan ibodat qilatdik. Allohning iymonga chaqirgan da'vatini qabul qilgan edik deydi. Allah Ta'ala mundaq deydi. Ularning qilgan sabr taqati uchun ularga qo'sh savob berildi. Ya'ni bu sifat bilan sifatlangan ayni shular birinchi kitobga, ondan keyin ikkinchi kitobga iymon etganlar bo'lib, ularning birinchi payg'ambarga, ondan keyin ikkinchi payg'ambarga iymon etganliklari uchun ularga qo'sh savob berildi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi. Ularning qilgan sabr taqati uchun, ya'ni haqiqatga erishishda chidamliq bo'lganliklari uchun ularga qo'sh savob berildi. Chunki buningga o'xshash ishning mushaqqati insonlarga ig'ir tuyuladi. Imom Buxoriy Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Birinchisi, ahli kitobdan o'zining payg'ambariga iymon etgan, ondan keyin menga iymon etgan odamga. Ikkinchisi, Allohning haqqini va xo'jayinining haqqini o'z joyida ado qilgan qulga. Uchinchisi, bir odamning qo'lida bir cho'ri qiz bo'lib, uni yaxshi tarbiyalagan, ondan uni ozod qilgan, ondan uni nikohiga olgan odamdan iborat 3 turlik odamga savob qo'shib beriladi. La ilaha illalloh. Rasululloh. Imom Ahmad Abu Umamaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Makka fathi bo'lgan kuni Payg'ambar alayhisalomning to'ygisining yeniga Payg'ambar alayhisalomning to'ygisining biqiniga shapiliqim bilan birini urdim. U yaxshi va chiroyli bir so'zni qildi. U so'zida mundaq dedi. 2 kitob, ya'ni Tavrat bilan Injil ahlidan kimiki islomni qabul qilsa, uningga qo'sh savob bo'ladi. Bizga foydali narsa uningga ham foydalidir. Bizga ziyonli narsa uningga ham ziyonlidir. Mushriklardan kim islomni qabul qilsa, uningga bir savob bo'ladi. Bizga foydali narsa uningga ham foydalidir. Bizga ziyonli narsa uningga ham ziyonlidir. Ular yaxshilik orqali yomonlikni deb qiladi. Ya'ni ular yomonlikqa yomonlik bilan taqobil turmasdan, balki afu qiladi va kechirdi. Biz ularga rizq qilib bergan narsadan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ya'ni Allah ularga halol rizq qilib bergan narsadan oilasidagilarga, tuqqanlarga va Allohning maxluqotlariga sarf qilib, vacib bo'lgan nafiqalar uchun farz zakat berish, yaxshi yo'llarga ishlatish, nafil sadaqa berish uchun va Alloh roziligini ko'zlab qurbonlik qilish uchun sarf qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni undaq so'zlarni qilganlar bilan aralashmaydi. Ular bilan birga turmaydi. Balki ular Alloh taolaning mundaq degandek qiladi. Ular yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ular bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun, sizlarga omonlik bo'lsin, biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Ya'ni agar biror ahmoq odam ahmoqlik qilib ularning javob berishiga munosib kelmaydigan nachar so'zni qilsa, ular uningdan yuz o'riydi. Ularga uningga o'xshash sat so'z bilan taqobil turmaydi. Ulardan faqat yaxshi so'zlar chiqadi. Shuning uchun Alloh ular haqida ularning mundaq deydiganligini bayon qiladi. Bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun.
sizlarga omonlik bo'lsin, biz nodonlardan do'stlik tilamaymiz, ya'ni nodonlarning yo'lini xohlamaymiz, uni ham yoqtirmaymiz. Şübhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Allah hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ular agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga ergishadigan bo'lsak, zaminimizdan haydab chiqarilamiz dedi. Ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli meyvelerning hammasi keltirildi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. Allah Teala'nın xohlagan odamni hidoyat qildiganligi to'g'risida. Allah Teala payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, şübhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan. Ya'ni uni himoya qilish sening ustingga yuklangani yo'q. Sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Allah xohlagan odamni hidoyat qiladi. Buningdagi hikmat va dalil pokit Allah Teala'ga xosdir. Allah bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allah Teala'ning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Sen gerçi kishilarning iymon etishiga heris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Tuvandagi bu oyatning ma'nosi yuqoridagi ikki oyatga qaraganda ochiqroqdir. Şübhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan. Lekin Allah o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Allah hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ya'ni Allah Teala kimning hidoyatga loyiq ekanligini va kimning ozg'inlik loyiq ekanligini obdan biladi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadislarga qaraganda bu oyat Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomning tog'isi Abu Talib haqida nozil bo'lgan. U Muhammad alayhissalomni himoya qiladi, uningga yordam beradi, uning tarbiyasini oladi. Uni shariat jihatdan emas, balki tuqqanchilik jihatdan qattiq yaxshi ko'radi. Abu Talibning ajli to'shib, uningga o'lim hozir bo'lganda Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalom uni iymon etishga va islomga kirishga da'vat qildi. Biroq uning peshonasiga yezilg'ini burun kelib, uning jinini oldi. U kafir holatda jon uzdi. Zuhri Said ibn Musayyibdan otasi Musayyab ibn Hazn Maxzumining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Talibga o'lim hozir bo'lganda Muhammad alayhissalom uning yeniga keldi. Uning yenida Abu Jahil ibn Hisham va Abdullah ibn Abu Umayya bor edi. Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalom mundaq dedi: Ey tog'a, Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir degan. Bu shahodat kalimasidir. Men u kalima bilan Allohning dargohida sening manfaating uchun munozirlashiman. Abu Jahil va Abdullah ibn Abu Umayya aytdiki: Ey Abu Talib, Abdul Mutallibning dinidan yuz o'rimsan dedi. Payg'ambar alayhissalom Abu Talibga kalima shahodatni davomli tangladi. U ikkisimi uningga ayni shu so'zni takror aytayverdi. Taki uning oxirgi so'zi o'zining Abdul Mutallibning dinida ekanligini aytish bo'ldi. U la ilaha illalloh degili unimidi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundaq dedi:
Allohning nomi bilan qasamki, men sana mag'firat talab qilishdan to'silib qolmasamla, sen uchun albatta mag'firat tilayman. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdimi, ularga mag'firat talab qilish durust emas. Alloh taolo Abu Talib haqida bu oyatni nozil qildi. Shubhisizki, sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan. Lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Makka ahlining iymon keltirishdan o'zini aytishi va ular berilgan raddiya to'g'risida. Ular agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga ergishadigan bo'lsak, zaminimizdan haydab chiqarilmaymiz dedi. Alloh taolo ba'zi kofirlarning to'g'ri yo'lga ergashmasligida o'zlarining borligini xabar qiladi. Chunki ular Alloh taolaning payg'ambari Muhammad alayhisalomga mundaq deydi: agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga ergishadigan bo'lsak, zaminimizdan haydab chiqarilamiz. Ya'ni agar biz sen ilib kelgan to'g'ri yo'lga ergishib, atrofimizdagi mushrik arab qabilalari bilan jidal qilsak, ularning bizga aziyat yetkazishidan va hujum qilishidan, bizni qayerda bo'lsak, shu yerdan haydab chiqarishidan qo'rqamiz. Alloh ular javoban mundaq deydi: ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Ya'ni ularning aytgan bu o'zrisi butunlay o'rinsiz bahonasidir. Chunki Alloh ularni bino qilingandan tortib tinch ulug' bo'lgan shahar haramga yerlashtirdi. Ularning kofir ve şirik keltirgan holatlarida xotirjam bo'lgan bu haram ular musulmon bo'lganda haqiqatga ergashganda ular tinchsiz bo'lib qolarmi? Haramga turli meyvelerning hammasi keltiriladi. Ya'ni haramda chiqmaydigan boshqa meyveler haramning atrofidagi Toif va boshqa shaharlardan keltiriladi. Shundaqla bazarlar içiladi, mallar keltiriladi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir, lekin ularning to'lisi bilmaydi. Shuning uchun ular og'ziga kelganini jo'ylaydi. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayf safolik turmush kechirdi. Biz ularning turalg'i joylaridir. Bu ularning turalg'i joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozg'ina vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ularning mol mulki va yurtiga biz varislik qildik. Rabbim şəhərlərinin mərkəziga, ularning ailəsiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmigicha şəhərlərni halok qilg'ichi bo'lmadi. Şəhərlərni halok qilg'ichi bo'lmadik. Şəhərlərning aholisi zolim bo'lmagicha şəhərlərni halok qilg'ichi bo'lmadik. Şəhərlərinin delil bayan qılınğandan keyin ondan halak qılındığanlığını uqtırış doğrusida. Allah tövendiki ayetni Mekke ahliga qartib mundaq deydi: biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayf safolik turmush kechirdi. Ya'ni ular chekidan oshdi. Kayf safolik turmushga berildi. Allah ularga rizq qilib bergan Alloh taolaning ne'matlariga kufrlik qildi. Allah mundaq bir misolni keltirdi.
bir shahar, ya'ni Makka aholisi bo'lib, aslida tinch xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Allah ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinishning alamini tetdi. Ularga öz ichidan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Ular uni inkor qildi. Ularga azob, ya'ni qattiqchilik va uqubat yuzlandi. Ular gunohlarga cho'milganlik qildi. Cho'milganlik tufaylidan zolim edi. Bu ularning turalg'i joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozgina vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ya'ni ularning diyorlari xaroblikqa aylangan edi bo'lib, turalg'i joylaridan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: ularning mol mulkiga va yurtiga biz varislik qildik. Ya'ni ularning yurtini uningda hech bir kishi yo'q, xarob holatda qaytarib oldik. Ondan Allah Teala özünün adil ekanligini xabar qilib mundaq dedi. Mundaq deydi: Allah hech bir kishiga zulm qilib uni halok qilmaydi. Allah halok qilgan odamlarni cho'qim ularga dalil pokit keltirgandan keyin ular uningga qoyil bo'lmasa ondan halok qiladi. Allah shuning uchun mundaq deydi: Rabbing shaharlarning markaziga, ya'ni Makkaga, ularning aholisiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmigicha shaharlarni halok qilg'ichi bo'lmadik. Bu oyatda savotsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomning Makkadan Arab va g'ayri Arab shaharlariga payg'ambar qilib avatilganligini ko'rsatadigan dalil bordir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun, kishilarni qiyomat kunidan ogohlantirishing uchun sana biz mushundaq arabcha Qur'onni nozil qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Kuffar jamoalaridan kimiki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Eng mukammal dalil Allah Teala'nın bu ayetidir. Allah'a asilik qilgan qandaq bir shahar bo'lmasin, onu biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz. Yoki uni qattiq azoblaymiz. Qiyomatdan burun hamma shaharni halok qiladiganligini xabar qildi. Allah haqiqatan mundaq dedi: Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolig'imiz yo'q. Allah Teala savotsiz payg'ambarni zaminning hamma yeriga payg'ambar qilib avatdi. Chunki u shaharlarning markazi bo'lgan shahar Makkaga payg'ambar qilib avatilgandir. İmam Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men qizil, qora insonlarning hammasiga payg'ambar qilib avatildim. Shuning uchun Muhammad alayhisalom bilan payg'ambarlik va elchilik oxirlashdi. Uningdan keyin payg'ambar kelmaydi, elchimi kelmaydi. Balki uning shariati toki qiyomat kunigacha davom qiladi. Alhamdulillah. Yuqorida Qasas surasi tafsiridan 59-oyatgacha anladik. Axirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.